hijoma bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan sunnat amal. Sizlar davolanadigan shifolarning ichidagi eng afzali hijomadir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu boshini tevasidan qon oldirganligi, mana ikki chekkadan qon olganligi hadislarda rivoyat qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda mana aytib o'tdik. O'limdan boshqa narsaga dori degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ba'zi hadislarda 72 ta kasalga dori degan. Hijoma qilishga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan sunnat amallar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dushanba, seshanba, payshanba kuni hijoma qildirgan ekan, chorshanba, shanba man qilgan ekan. Subhanalloh, sunnatni ko'ringki, dushanba, seshanba foyda qilgan narsa chorshanba kuni ziyon qiladi degan ekan Rasululloh. Shuning uchun ba'zi birodarlarimiz mana shu hijomani bir alomatlarini ko'rib qolsak, hayron bo'lmaylik, nima ekan bu, birorta bir toifamikin, bir firqa paydo bo'lib qoldimi deb o'ylamaylik. Bu Rasulullohdan vorid bo'lgan sunnat. Bu hukumatning mana shu meditsinasida ham bu qon oldirishlik bu aytilmadi kitobda, bor narsa.